Assalomu alaykum do'stlar. Mana yana bir xizmatimizni o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Bu xizmatimizni Andijonning Shahraxonida o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana dorixona va ichkari shapkalari maloshniy va iskalatlarida bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, shapkalari 90 gradusga qo'shili fason bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunkaning kvadrat ko'proq ketadi, chunki tunkaning bukilishi va muzqattirishi ham bor. Buni ham inobatga olib qo'ying. Mana ko'rishingiz mumkin, bu tomonlar ham afshipkalari ham yopib, juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Toshsiz ta'minlarimizdan ham qo'yib berganmiz. Azizlar, toshsiz ta'minlarimizning metri 70 ming so'mdan bo'lmoqda. Kimga toshsiz ta'minot xizmati kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishi mumkin. Toshsiz ta'minot xizmatlarimizdan foydalanishi mumkin. Albatta, tunka foni bilan birgalikda bo'lsa. Hozircha xizmatlarimiz vodiy bo'ylab davom etmoqda. Agarda vodiydan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni tunka fon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.